العالمين الصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن كريم رحمة الله أستعيذ بالله ومن يتوكل على الله فهو حسبه qaysi bir kishi Allohga tavakkul qilsa, bas u kishining ishi Allohning zimmasidadir va marhamat qiladi. Mana o'tgan safargi suhbatimizda Ibrohim alayhisolamning qissasini boshlagan bo'ldik. Mana shu o'tgan mavzuimizni qisqacha bir takrorlab qo'yadigan bo'lsak, maqsadimiz bo'lsa kerak. Ibrohim alayhisalom mana solih qavmi, Samud qavmi halok bo'lgandan keyin bir qancha insonlar bir tavhid yashagan bo'ldi. Va yana shunga qaytdi. Alloh mana aytdik, zino ko'payganda yoki aroqxo'rlik ko'payganda emas, balki shirk, Alloh taologa kufr ko'payganda payg'ambarlarni yuborgan deb aytdik. Falastin, Iroq, Misr va boshqa yerlarda insonlar kufrga qaytishdi. Bu safar Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning eng ulug'laridan bo'lgan, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Ibrohim alayhisolamni payg'ambar qilib yubordi. Ibrohim alayhisolamning qissasi Qur'onda mana qaraydigan bo'lsak, Ibrohim alayhisalom haqida 25 ta surada so'z boradi. 73 o'rinda zikr qilinadi. 73 o'rin degani 73 ta oyat degani emas. Bir joyda 4 ta oyat bo'lsa, bir joyda 50 ta oyat bo'lsa, mana shunday oyatlar majmuasidan 73 ta o'rinda Ibrohim alayhisalom zikr qilinadi. Mana o'tgan safargi suhbatimizda shu narsani gaplashdikki, Ibrohim alayhisalom ana shu 16 yosh paytida nabiy bo'lgan dedik. Da'vatni o'zini otasidan boshlaganiga guvoh bo'ldik. Ey otajon. Faqat ana shu shirin suhbatlik bilan, yumshoqlik bilan, qalblik bilan da'vatni boshlagan u. O'sha Alloh taolo mana Qur'onda marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va ahli ayolinglarni, xonadoninglarni jahannam o'tidan saqlab olinglar dedi. Olgan xulosamiz shu bo'ldiki, da'vatda inson o'zini oilasidan boshlashi kerak. Ya'ni qiyomatda Alloh taolo har bitta kishini o'zi haqida so'raydi va xonadoni, oilasi haqida so'raydi. Boshqalarga yetkazmaganligi bu insonlar ana shu iymoniga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo marhamat qilgan, kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Insonlarga chiqarilgan ummatda eng afzal sizlar bo'ldinglar dedi Alloh taolo. Nimaga degan savolga javob shu ekanki, chunki Muhammad alayhisolamning ummatining hammasi yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarar ekan. Bizda mana shu sifat bo'lsa, lekin Alloh taolo maqtagan ummatning eng afzallaridan bittasi biz bo'lamiz. Biz faqat la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb qo'ysaklar, ana shu ummatning eng yaxshisi degan unvonga ega bo'la olmaymiz. To'g'ri, ana shu yaxshilikka buyurib, yomonlikdan boshqalarga qaytarmaydigan bo'lsak. Ibrohim alayhisalom mana o'zini xonadonidan otasidan boshlandi. Lekin da'vatga otasi quloq tutmaganidan keyin ularda ana shu yomonliklarda asli ildizi bo'lgan butlarni yo'q qilishga qasd qildi. Mana shu narsaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ga payg'ambar bo'lib yuborganlarida Ka'batul ichida 300 tadan oshiqroq but bor edi. Atrofida 300 dan oshiqroq but bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu butlarni sindirishdan boshlagan yo'q da'vatini. Bu butni insonlarning qalbida sindirdi. Keyin insonlar Allohni tanib, iymonni tushunganlardan keyin o'zlari achchiq mana shu silingan butlarni parcha-parcha qilishdi. Demak, ko'zimiz ko'rib turgan munkarni hali qalbimizni o'zgartirmasdan turib, u narsani o'zgartirishga imkoniyat bo'lmasa kerak. Chunki Alloh taolo marhamat qiladi, "Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Alloh taolo insonlar o'zlarining ichidagi narsalarini tarbiya qilib tuzatmagunlaricha, Alloh ularda atrofini, hayotini isloh qilmaydi. Demak, ahvolimizda, o'g'il-qizlarimizdan bir ibodatni, taqvoni talab qilgan paytimizda, ya'ni oilamiz islomiy bo'lishini xohlagan paytimizda, jicha insof qilaylik, o'zimizga ham qaraylik. Biz kim bo'lsak, farzandlarimiz, ayollarimiz o'zimizga loyiq bo'ladi. Biz o'zimizni kimligimizni bilishlikning yo'li juda oson. Bu yerda hech kim o'zini yomon deb bilmaydi. Shunday emasmi? Hamma dunyoda qilayotgan ishini to'g'ri deb biladi. Hattoki ana shu biz kinoda ko'rayotgan qaroqchilar ham boylarligini olib kambag'allarga beryapmiz-da, bular ham o'zlaricha nima to'g'ri ish qilyapti. Dunyoda inson bir qilayotgan ishini to'g'ri deb bilmasa, qilmaydi shu narsani. Shunday emasmi? O'g'ri ham aytadi. Bilasanmi, men necha marta Alloh deyman, bitta ishim ko'zga tushadi. Har bitta odam o'zini qilayotgan ishini to'g'ri deb biladi.
Demak, siz bilan biz xonadonimizni isloh qilishdan burun o'zimizga qaraylik. O'zimiz yaxshi bo'lsak, Alloh taolo ularda tavfiqqa insonga keltirishiga oson bo'ladi. Ibrohim alayhissalom butlarni sindirmoqchi bo'ldi va butlarni sindirdi ya. Va suhbatimiz asosiy qismini mana shu qilinadigan ishlarda oqibatiga qarasin degan so'z bilan yakun topgan bo'ldi. Butlarni sindirdi. Xo'p, shundan keyin odamlar butga sig'inmay qo'yishdimi? Sig'inishaverdi. Yana qo'llarini yasachaverib sig'inishaverdi. Lekin oqibati nima bo'ldi? Ibrohim alayhissalomni Allohga uloqtirishdi. Demak, Odam alayhissalomning farzandlariga qilgan 5 nasihatidan bittasi bir ishni qilishlikdan burun oqibatini o'ylaylar. Agar men ana shu mevani yeyishdan burun oqibatini o'ylagan bo'lganimda, ehtimol yemasmidim ekan. Demak, birodarlar, birovga biroz qattiq gapni gapirishdan burun, birovga borib bir shafalarni tortib olishdan burun oqibatini o'ylashlik, bu Alloh taolo siz bilan bizga Qur'onda o'rgatayotgan ta'lim hisoblanadi. Bir yaxshi bo'lsinki, dunyo tijoratida qilayotgan savdoyimizda 7 o'lchab bir emas, 70 o'lchab bir kesamiz. Chunki cho'ntagimizga ziyon kelishiga, puldan ayrilib qolishimiz mumkinligini o'ylab turib, iqtisodda, tijoratda ziyon qilishiga xohlamaymiz. Lekin odamlarda haqqa chaqirishga kelganda, ana shu ziyon qilishining mumkinligini o'ylamaymiz. Men aytib olay, keyin dunyoda so'ramaydimi? Bu tushuncha noto'g'ri bo'ladi. Musa alayhissalom o'zini hamdlamida qibtiyda o'tirib qo'ydi. Nima bo'ldi oqibat? Yurtidan quvildimi? Yurtidan qochdimi? Demak, birodarlar, xulosa olaylik. Bu qissalarda bir ko'ngil xushlik uchun, bir vaqt o'tkazishlik uchun eshitayotgan joyimiz yo'q. Biz xulosa ibrat olishimiz kerak. Bu darslarni boshlaganimizda bu darslarda ko'zlangan asosiy maqsadni aytib o'tganmiz. Ibrat bo'lishligi uchun, ma'viza bo'lishligi uchun, qalblar taskin topishligi uchun. Suhbatni boshida aytdik, astagfirullah va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas bu kishining ishi Allohning qo'lida bo'ladi. Eslaylik Ibrohim alayhissalomning qilgan duosini. Oyoq qo'lini bog'lab, Allohga uloqtirgan paytda hasbunalloh va ni'mal vakil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, bu mustordi, makrubni duosi. Qiyinchilik holatiga tushib qolgan, mashaqqatga botib qolgan kishining duosi. Qaysi bir kishi mana shu duoni o'qib, Allohdan bir farz va yegulik so'rar ekan, Alloh albatta duosini ijobat qiladi. Ikki oz. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Allohga tavakkul qilgan, o'zini ishini, o'zini g'amini, tashvishini Allohga topshirgan bandani Alloh taolo farishtalarga ham qo'yib qo'ygani yo'q. Jabr alayhissalom kelgan rivoyatlarda, "Ey Ibrohim, bizga hojat bormi?" dedi. Ibrohim alayhissalom nima dedi? Sizgami dedi. Sizga hojatim yo'q. Ya'ni qalbda Allohga tamomiy topshirib qo'yganligini cho'qqisini ko'raylik. Inna Ibrohima kana ummatan Alloh taolo. Ibrohim bitta o'zi ummat bo'lganligi. Bu so'zni tushunaylik biz. Ummat degani la ilaha illalloh degan kalimani aytganki, qanaqa millat egasi bo'lishidan qat'iy nazar bitta ummat bo'ladi, tushundingizmi? Ibrohim alayhisalom bitta o'zi ummati. Bu fazilat faqat Ibrohim alayhisalomga berilgan. Qalb tamomiy Alloh bilan bo'lgan. Hatto o'tga uloqda bo'lganda ham g'am qilmayapti. Allohda aytgani bo'ladi. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomni juda bir chiroyli suratda saqladi. Astagfirullah, kunna ya naru kunni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'lgin dedi. Abdulloh ibn Abbos mana shu oyat sharhida agar Alloh o'tga sovuq bo'ldi, orqasidan salomat bo'lgin demaganida, o'tni sovug'ini ziyon deb qo'ydi Ibrohim alayhisalom. Alloh taolo o'zi bilar ekan, qandoq qilib saqlab olishlikni. Musa alayhissalom o'zini qavmidan bir odamni o'ldirib qo'yib, ya'ni keyingi darslardan bir shunga oloraydilar. Bari sizlarda ko'sha dars inshaalloh. O'zini qavmidan bir odamni o'ldirib qo'yib, Madiyanga qarab qochib ketdi. Oyoq kiyimlari yetilib ketdi. Yegan hech narsa yo'q. Qorni yopishib ketdi bir-biriga. Mana shunday qiyin ahvolda cho'lda bordi. Madiyan qavmi qo'ylarini sug'oradigan joyga borganda, odamlar qo'y qo'zlarini sug'oryapti. Ikkita qiz bir chekada qo'ylarni to'sib, boshqalarni qo'yga aralashib ketishidan to'sib turibdi. Shunday borib turib, sizlar nimaga qo'ylaringizni sug'ormayapsizlar? Otamiz qari chol dedi, biz ayol kishi bo'lganligimizdan erkaklarga aralashmay turamiz deyishdi. Bu ikkalasi Shuayb alayhissalomning qizlari edi.
Payg'ambar edi otasi. Shunda Ibrohim Musa alayhissalom qo'ylarni sug'orib olib berib, jo'natib yubordi-da, daraxtga o'tirib duo qildi. O'zini yurtidan quvilgan, yurtidan, vatanidan ajragan odam nima so'rashi mumkin Allohdan? Biz sirasi bilamiz. Menga mana kerak, mana kerak, mana kerak. 3-4 ta narsani aniq bilamiz-da, mana narsa kerak. Musa alayhissalom nima kerakligini aytmagan ekan Allohga. Chunki Robbisi o'zidan ko'ra yaxshiroq bilishiga ishongan ekanda. Ana o'tgan safar ham aytdik, bizga nima kerakligini hamma biladi bu yerda. Sizga 3-4 ta narsa kerak, sizga 5 bilamiz bizga. Robbim mendan ko'ra menga nima kerakligini yaxshiroq biladi degan e'tiqodimiz juda zaif bizda. Daraxtga o'tirib, oyoqlari tomonlari yirtilib ketgan, og'zidan bak chayni o'rgandan zangori rang chiqib qolgan Musa alayhissalom daraxtga borib o'tirib duo qilgan. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigoro, sen menga tushiradigan yaxshiligingga muhtojman bu. Ya'ni menga nima kerakligini men bilmayman, sen bilasan dedi. Yaxshilikni so'rayapti, lekin qanaqa ko'rinishda, qanaqa formada bo'lishini aytayaptimi? Biz rangini qo'shyapmiz, to'g'rimi o'tgan safarda? Rangini, yilini, qandaydir sifatlarini bilamiz. Mana joydan oq so'ti bo'lsin, ariqdan suv oqsin va hokazo. Shunday emasmi? Biz aniq bilamiz, o'shadan oq so'ti yer olsak bizga yaxshi. Nima qilasiz? Gilos ekib qo'yasiz. Alloh biladi u narsa sizga baxshimi yo'qmi? Va asan aytmoqni qo'shayin va xoyrun lakum. Hayotingizda bir sodir bo'lsa, sizlarga yoqmaydi dedi Alloh. Ehtimol orqasida yaxshilik bor. Va sizlarga bir narsa yoqadi hayotingizda. Ehtimol orqasida yomonlik bor. Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar desa ham nima deyapmiz biz? Yo biz o'zimiz bilamiz. Nima so'rashni o'zimiz juda yaxshi bilamiz. Musa alayhissalom Parvardigor menga tushiradigan yaxshiliklaringga faqirman deb qo'ydi. Endi u yaxshilikni ko'rinishini qarang. Ana shu ikkita qizdan bittasi keldi. Otamiz bizga qilgan yaxshiligingizni mukofotini bergani chaqiryapti dedi. Chaqirdi, yaxshilikni qarayman bo'ldi. Payg'ambarga kuyov bo'ldi 10 yillik propiskasi bilan. Yurtidan quvilgan, musofir bo'lgan odamga Alloh taolo xotin beryapti. Yana propiskasi bilan beryapti, yana payg'ambarga kuyov qilib beryapti. Buni tasavvur qila olamidingiz biz? O'shuning uchun bir narsa so'rayotganda, birodarlar, Parvardigor menga nima kerakligini mendan ko'ra sen yaxshiroq bilasan, sen meni Robbimsan deya olamizmi? Bermay qo'ysak so'rayotgan narsamiz. Xo'p, demak, hasbunalloh. Bizning hisobimiz Allohning zimmasida, biz ishimiz Allohning o'ziga topshirdik. Alloh taolo o'zi biladi qanday qilib hal qilib olishni. Demak, Ibrohim alayhissalomni o'tga uloqtirishdi, lekin hech kim iymon keltirmadi. Mana qissamiz o'tamiz bugungiga. Ibrohim alayhissalom o'tdan chiqqandan keyin hech kim iymon keltirmadi. Faqat ana shu o'zini amakisini o'g'li yoki akasini o'g'li deyiladi rivoyatlarda Lut alayhissalom iymon keltirdi. Fa'amana lahu Lut va qala inni muhajirun ila robbi innahu huval azizul hakim. Unga Lut iymon keltirdi. Faqat Lut alayhissalom. Kichkina yosh yigit bo'lgan shu paytda. Endi Ibrohim alayhissalom o'zi 16 yoshli bo'lgandan keyin u jiyani qancha bo'ladi? Ibrohim alayhissalomning qavmi mana shunday bir mo'jizalarga o'ylab iymon keltirmaganligini ko'rib noumid bo'ldi va hijrat qilishga qasd qildi. Ibrohim alayhissalom qaysi shaharda bo'ldi bu ishlari? Bobilda. Bir haftada esimizdan chiqib qoldimi? Bobil shahrida bo'lgan. Ana shu Bobilda podshosi o'tga tushib kuymagan yigitning xabarini eshitganda talaq qildi. Olib kelishdi. U ana shu Namrud degan podshoh. Mana rivoyatlarda shunday aytilar ekanki, yer yuzini 4 ta podshoh qo'l ostiga jamlagan deydi. Ya'ni mana shu 4 ta podshoh o'zini zamonida yashagan odamlarni hammasini bitta hukmga jamlagan. Shulardan ikkitasi musulmon bo'lgan, ikkitasi kofir bo'lgan. Ikkita musulmoni, bittasi Zulqarnayn, bittasi Sulaymon alayhissalom. Kofir bo'lgan ikkitasini bittasi bu mana shu Namrud va Buxtul Nassor degan podshoh o'tgan yahudiylarni qirib, shunday bir qirollik keltirgan. Ana shu Namrud o'zining zamonasini mutlaq podshohi bo'lgan. Astagfirullah. Alam tara ila allazi hajja Ibrohim fi rabbih an ataahu Allohul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت.
Ibrohim alayhissalomni Namrud o'ziga chaqirtirdi va unga bir hujjat keltirdi. Ya'ni Robbing kim dedi. Ibrohim alayhissalom Robbisini tanishtirdi. Robbim tiriltiradi, o'ldiradi dedi. Shunda Namrud o'zini ilohlik da'vosi bor, o'zini iloh deb da'vo qiladi. Men ham o'ldirib tiriltiraman. O'limga hukm qilingan ikkita odamni olib keldi, bunisini o'ldiringlar, bunisini tirik qo'ydilar. Mana men ham o'ldirib tiriltiraman dedi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom qasd qilgan o'lim hayot bu asl o'lim hayot. Lekin bu odam bilan hujjatlashishga hojat qolmayapti. Ya'ni osoni bir xil odam bo'ladiki, bir tushunishlikni xohlamaydi. Biror bir oyat yoki bir narsani tushuntirmoqchi bo'lsa, tushunishlikni xohlamaydi, tortishlikni xohlaydi. Bunaqa odamga qiladigan aniq ekan. Savollar bir necha xil ma'noda beriladi. Bir narsani bilish uchun, masxara qilish uchun yoki so'ralayotgan odamni ilmini tekshirishlik uchun va hokazo. Ibrohim alayhissalom keyingi munozaraga o'rin qo'ygani yo'q. Astagfirullah. Qala Ibrohim fa inna Alloha ya'ti bish-shamsi minal mashriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhita allazi kafar wallohu la yahdi al-qawmal zolimin. Ibrohim alayhissalom aytdi, meni Robbim dedi. Kunni mashriqdan chiqarib mag'ribga botkizadi dedi. Sen mag'ribdan chiqarib mashriqqa botkizib berchi dedi. Tabiiy bu narsa Alloh taoloning qo'lida. Shu o'rinda Namrud og'zini yumdi. Biror yomonlik qilgani jazm qilmadi. Chunki o'tdan kuymasdan chiqqanligini xabarini topganligidan Ibrohim alayhissalomga bir yomonlik qilgani cho'chib desak adashgan bo'lmaymiz. O'zini oldan chiqarib yubordi. Ibrohim alayhissalom Shomga, Suriyaga hijrat qildi. Mana Xoron degan joyga bordi va ana shu yerda o'zini amakilaridan bo'lgan Xoronning qizi Soraga uylandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, "Ma xuliqa alal ard ajmal min sara illa hawa." Yer yuzida Soradan ko'ra go'zalroq ayol yaratilmadi, Havodan boshqadir. Ya'ni eng go'zal ayol Havo va undan keyin Sora. Nimaga Havo ona Sora onadan ko'ra go'zal? Eshitlar. Jannatda yaralganda. Jannatda bir xunuk narsa bo'lishi mumkin emas. Jannatda bir noxish narsa bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun yer yuzida yaralgan ayollarda eng go'zali Sora ona haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana hadislarda marhamat qilgan bo'ldi. Ibrohim alayhissalom mana Xoronga borganda shu yerda uylandi, shu yerda yashadi. Ana shu Xoronlardan bittasiga aylandi. Xoron qavmi butlarga sig'inmas edi. Allohga ham sig'inishmas edi. Ular yulduzlarga sig'inishadi. Subhanalloh, Alloh taolo bir bandani adashtiradigan bo'lsa, qiynagan odamni hol. Alloh adashtirganini ko'ringki, o'zini madaniyatda cho'qqisiga yetishlik arafasida bilgan xalqlarning rahbarlari molni najosatini olib yuziga surkayapti barakali. Ko'ryapmiz. Ko'chalarda yotib qoladigan bo'lsa, u molni turkizib olishga jazm qilmaydi, chunki iloh deb qaralyapti, muqaddas hayvon deb qaralyapti. Alloh adashtirmasin. Zamonlar bo'lgan ekan, insonlar ana shu har xil narsalarni qo'llari bilan yasab sig'inishga o'rgan ekan. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytadi, zalolatda ana shu islomdan burungi johiliyat davrini eslasam bir kulgim keladi. Yana bir eslab yig'lagim keladi. Kulgim kelgani deydi, qo'limiz bilan deydi, ilohlarga yasab olardik deydi, xamirdan yoki ana shu qo'shma xurmolar chiqib qolsa, ilohda bo'limizga ilib yurardi deydi. Qonimiz ochib kelsa yeb qo'yardi. Buni eslasam kulgim keladi. Endi yig'lashimning sababi deydi, qizlarimizni tirik olib chiqib ko'mardi. Men ham qizim olib chiqib ko'mganimda, turpog'ni kavlaganda soqolimga, kiyimga tekan changlarni qizim qoqib turgan deydi. Mana shunday qizini kavlab o'tirib chuqurdi, yopkizib ko'mib kelganman deydi. Alloh adashtirmasin. Agar Alloh adashtirsa, iloh yuridi, seni Robbing yuridi deb turib, o'zini shirin qilib, shu 3 yoshar, 4 yoshar bo'lib qolgan qiz qanaqa shirin yoshda bo'ladi. Olib chiqib ko'mishgan tiriklar. Allohga hamd sano bo'lsin, siz bilan bizani shu qavmlardan qilib qo'ymadi. Xoronliklar ayting mana yulduzlarga sig'inishadi. Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo mana وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo hozirgi kundagi zamonaviy kuzatish asboblari bilan ham ko'rish mumkin bo'lmagan osmon mulkini ko'rishlikka Alloh taolo ko'zini ochib qo'ydi.
burjlar, yulduzlar, ana shu galaktikalar deymizmi, sazvezdiylar deymizmi, shularni hammasini ko'rishlikka Alloh taolo mavhibani berib qo'ydi. Ko'zidan mana shu pardani olib qo'ydi. Osmonda mulkini Ibrohim alayhisalom hammasini ko'rdi. Endi osmon mulk yerini ko'rgan kishi yulduzga sig'inadi. Ba'zi bir mufassirlar Ibrohim avval yulduzlarga sig'ingan, keyin Alloh uni hidoyat qilgan degan so'zi bor. Bu juda bir katta xato. U gapning hujjati mana quyidagi oyatda keltirishar ekan. Astagfirullah. Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hada robbi. Xoron qavmi tunda ibodat qilgani chiqishar yulduzlarga. Ibrohim alayhisalom ham ular bilan birga chiqdi. Da'vat qaring qanaqa bo'lyapti. Tun kelib kavkabni ko'rgach, mana shu degan Robbim dedi. Mana shu kavkab degan so'zga qaraylik. Kavkab degan so'z sayyora degan ma'noda. Najm degan so'z yulduz ekan. 1,5 yil burun tushgan Qur'onimizda ana shu oyda turadigan yulduz qanaqa planeta? Sayyora, yulduz emas u. Zuhra, o'sha Venera deyiladimi? Ya'ni uni yulduz emas, planetaligini Alloh taolo 1,5 yil burun Qur'onda aytayapti. Kavkab deb planeta aytilgan ekan. Bu Qur'onda mo'jizalaridan, ilmiy mo'jizalaridan. E'tibor tushunmasmiz. Lekin mana shu osmon falakiyot ilmini bilgan kishilar juda yaxshi farqiga boradi. Yulduz deyilmayapti, sayyora deyilyapti. Agar bu Qur'on Alloh tomonidan tushirilmasdan payg'ambarimiz o'zi to'qib olgan bo'lganida, u narsa to'g'ri aytilgan bo'lmasa. Mana shu meni dedi Robbim dedi. Tun tugab, kun chiqqandan keyin yulduz yo'q bo'lib ketdi. Shunda Ibrohim alayhisalom aytdi: "Robbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Cho'kib yo'qib ketgandan keyin, "Yo'q, yo'qib ketadiganlar men yaxshi ko'rmayman" dedi. Ya'ni da'vat shunday bo'lyaptiki, kallalarni ishlatinglar degan ishora bilan bo'lyapti. Oqilga ishora kifoya. Da'vatning uslubi har xil ekan, borib peshonasiga taqachmas ekan. Bir insonning aqlini ishlashlikka turtki berib qo'yish mumkin. O'shanda inson o'zim topdim deydi-da, bu narsaga amal qilishi sizni gapingizni olgandan ko'ra yaxshiroq. Chunki o'zi o'ylab topdi bu haqda. O'zi topdi. Odamlarda tabiati bor-ku, biron gapini olishib qolamaydi. Ertasi kuni Ibrohim alayhisalom mana shu iymonni, mana shu e'tiqodni xatoligini tushuntirishni yana chiqdi bir marta. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Ertasi kuni ibodat qilgani tunda yana chiqdi, oyni ko'rdi. Oy endi katta, chiroyli to'lib chiqqanmi? Mana meni Robbim dedi. Yo'qib ketgandan keyin aytdiki, Parvardigoro, agar o'zing hidoyat qilmasang, men to'g'ri yo'lda topa olmayman ekan. Ya'ni ishora, voy insonlar qaranglar, sizlar sig'inayotgan narsalar bu ibodat qilishga loyiq narsa emas. Sizlarga ham foyda ham ziyon ham yetkiza olmaydi bular. Allohning maxluqlari bular. Tong otdi, oftob chiqdi. Astagfirullah. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hada robbi, hada akbar. Tong otib quyosh chiqqach, quyoshga qarab aytdi, mana meni Robbim dedi. Bu kattaroq ekan dedi. U ham botgandan keyin aytdi, ey qavm, men sizlar shirk keltirayotgan narsalardan pokman dedi. Ya'ni yulduzga sig'inib turib tushuntirdi xatosini. Ya'ni sig'ingan bo'lib turib, sig'inib demadi. Oyni kattaligini ko'rib turib, unga dalolat qildi, odamlarning kallasini ishlashlik uchun. Ya'ni ba'zida bir siz bilan bizga hayotimizga kirib ketgan deb mayda shunday shirklar bor-ku. U tumorda yechib bo'lmaydi. Yechib oling, nima bo'ladi? Ha? Ali bir narsa sef qo'ydi deydi, hokazo. Shunga o'xshab taq oqib qo'ydi degan gaplarimiz bor. Ishlari endi yurishmay, ishlari oxiriga ketadi. Mayli, meniki orqaga kelsin. Buni kim aytadi? Buni haqiqatan yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deb bilgan haqiqiy mo'min qo'ymaydi bu narsa. Mana aytdik, Alloh agar adashtiradigan bo'lsa, insonlar sigirlarga, toshlarga va boshqa narsalarga sig'inib ketaverar ekan. Allohga hamd sano bo'lsin. Shunda qavmi unga qarshi turdi, rad qildi. Va hajjahu qawmuhu qala tuhajjuni fillah wa qad hadan wa la akhafu ma tushrikuna bih illa an yasha robbi shay'a wasi'a robbi kulli shay'in ilma afala tadhakkarun. Sizlar Allohga shirk keltirib qo'ymaysizlar-ku. Men sizlarni budlaringlarni yoki yulduzlaringizni so'kib qo'yib turib, men qo'rqayman. Ya'ni qaysinisi qo'rqib yashashlikka ko'proq loyiq.
Xoron qavmidan yana hech kim iymon keltirmadi. E'tibor beraylik-da. O'tga chiqib hech kim iymon keltirmadi Nuh alayhisalomdan boshqa. Bir qavmga borib turib, necha yil yashadi, shularga da'vat qildi, iymon keltirmadi hech kim. Nuh alayhisalom 1000 yil, 900 yil qavmini da'vat qildi, 10 ta yoki 80 ta ko'pi bilan odam iymon keltirdi. Bu hidoyat degan ne'matning qadri qanchalik balandligini ko'rib qo'yaylik. Alloh taolo siz bilan bizga bergan bu ne'matni shukrini ado qilaylik. Chunki 100 yil qo'shnisi payg'ambar bo'lib turib, 900 yil otasi payg'ambar bo'lib turib, bolasi kofir bo'lib ketavergan ekan. Ibrohimdek o'g'li payg'ambar bo'lgan Ozor kofir bo'lib ketavergan ekan. Ibrohim alayhissalom mana Misrga hijrat qilishlikni qaror qildi. Iroq, Shom, Falastin, endi Misr. Misrga o'zini ayoli Sora bilan hijrat qilib ko'chib kelgan paytda ana shu Misrda hokimiga nihoyatda bir go'zal ayol bilan bir kishi Misrga kelganligini xabar aytildi. Misrda hokimi fojir kishi edi. Va ana shu ayolni borib olib kelinglar. Borib so'raylar, agar u bilan kelgan kishi uni eri bo'lsa o'ldiringlar. degan buyruqni berganda Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga Jabroil alayhisalom orqali xabar yetkazdi. Shunda Ibrohim alayhisalom Soraga qarab aytdiki, agar ana shu askarlar kelib, men haqimda sizdan so'rasa, bu kishi kim deb so'rasa, akam deb qo'ying dedi. Bu uchinchi yolg'on edi. Alloh yo'lida akasi. Haqiqatan hammamiz aka-ukamiz bir, shunday emasmi? Qasam dedi Alloh taologa Ibrohim alayhisalom. Yer yuzida ikkalamizdan boshqa birorta musulmon yo'q. Lut alayhisalomdan tashqari. Faqat Ibrohim va Sora. Askarlar kelishdi va bu ayol senga kim bo'ladi deb so'rashdi. Ibrohim alayhisalom singlim dedi. Yolg'on gapir. 3 marta yolg'on gapirgan. Mana shu narsani muhokama qilamiz hozir. 3 marta yolg'on gapirib qo'yib, qiyomatda Ibrohim alayhisalom qo'rqib turadi o'zini holidan. Halilulloh bo'lishiga qaramasdan, Halilur Rahman bo'lishiga qaramasdan, mana shu gapirib qo'ygan 3 ta yolg'ondan qo'rqadi. Ibrohim alayhisalom kasalman dedi. Bu yolg'on edi, ta'vili bor edi buni. Budlarni malakatda bud sindirdi dedi. Bu ham Alloh uchun gapirilgan edi. Va mana bu 3-chi yolg'on ham Alloh uchun gapirilgan edi. Mana yolg'on gapga kelsak. Hozirgi kundagi yolg'onlarimizdan farqi bor bu chala yolg'onni. Biz hozirgi kunda yolg'onni nonga qo'shib yeydigan bo'lib qolganmiz. Ikkita so'zimizning bittasi yolg'on bo'lib qolgan. Ibrohim alayhisalom Allohning yo'lida gapirgan, Allohning yo'lida gapirgan yolg'ondan cho'chib turib, qiyomatdagi qo'rquvni ko'raylikki, qiyomatda Alloh odamlar shafoat istab qolishadi. Odam alayhisalomga boraman, hadislarda aytiladi. Odam alayhisalomga borib, "Ey ota, siz hammamizni otamizsiz. Shafoatingizga oling. Allohdan bizning gunohimizni so'rang" deganda, men ana shu jannatda bitta ma'siyat qilib qo'yganman. O'zimni xolim bilan o'zim ovoraman. Sizlar Nuhga boringlar deb Nuh alayhisalomga jo'natmaydimi? Ya'ni kimlar o'zini xoli bilan ovora bo'lyapti? Odamlar Nuh alayhisalomga boradi. "Ey Nuh, siz rasullarning eng birinchisiz. Siz shafoatingizga oling, Allohdan bizning gunohlarimizni so'rang" deganda, men o'zimni duoyim bilan yer yuzini cho'ktirib tashlaganman. Sizlar Ibrohimga boringlar deydi. Mana shunday payg'ambarlar o'zini holi bilan ovora qoladi. Ibrohim alayhisalom kelganda aytar ekan, men hayotimda 3 marta yolg'on gapirib qo'yganman. Meni mana shu 3 ta yolg'onimdan boshqa, shu o'zimni g'amimdan boshqa ham o'ylantirmaydi. Sizlar Musoga boringlar deydi. 3 ta yolg'on. Hozirgi kundagi yolg'onlarimizni ko'ringki, qo'rqmasam. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida mana sahobalar bilan o'tirgan bir sassiq havo keldi. Sassiq hid keldi. Rasululloh aytdilarki, falon joyda yahudiylar yoki munofiqlar bizni g'iybat qilishdi, shuni hidi keldi dedi. Ya'ni zamonda qarangki, g'iybatning hidi kelgan ekan. Hamma tushunyapti bu yerda, gapim haqida ketayotganligini. Nimaga hozirgi kunda biz g'iybatda yoki bir xunuk gapda hidini bilmayapmiz desa, biz hali toza havoda olib ko'rganimiz yo'q-da. Biz hali g'iybatsiz yoki shikoyatsiz, yolg'onsiz bir jamoat bilan bir yashab ko'rmadik-da. O'shuning uchun biz bu qulog'imizga oddiy narsa qo'ygan. Biz ajratolmay qolganmiz bu hidni.
Yolg'on so'z. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, munofiqning 4 ta belgisi bor deydi. Munofiqning 4 ta belgisi bor. Kimda mana shu to'la sifat bo'lsa, bu xolis munofiq deyilgan. Toza munofiq. Agar kimda mana shu 4 ta sifatdan bittasi bo'lsa, bu odamda munofiqlikda bir qismi bor. Birinchisi iza hadasa kadaba. Agar gapirsa yolg'on gapiradi. Va iza va'ada akhlafa. Va'da bersa, va'dasini bajarmaydi. Va iza tumina xona. Agar omonat qo'yilsa unga nima qiladi? Xiyonat qiladi. Va iza xosama fajara. Agar birov bilan husumatlashib qolsa, ochiq dushmanlikka, bir-biriga ziyon yetkazishlikka o'tadi. Ya'ni o'zimizni qator elab ko'rsak, bitamasiga elashib qolarmiz. Agar ikkitasiga bo'lib qolmasa. Dunyoda o'tgan podshohlardan bir qanchasining so'zlari bor ekan, mana shu til xususida. O'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Qo'shnisini hurmat qilsin, mehmonni hurmat qilsin, Alloh va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, foydasi bor gapni gapirsin, bo'lmasa jim tursin deydi. Insonni befoyda so'zdan tiyilib turishligi uni iymonini borligiga dalolat qiladi. Ya'ni iymonni sharti bo'lyapti. Kerak emas gapni ko'p gapiryapsanmi? Demak, iymoningni bir qator tekshirib qo'y degan so'z chiqmayapti bu yerdan. Tilga hushyor bo'lishi kerak ekan. Ibrohim alayhisalom Allohning yo'lida yolg'on gapirib qo'yib qo'rqyapti birodar. O'ylamaymiz biz o'zimiz haqimizda. Halilur Rahmon bu kishi. U va Ibrohim allazi yaqdara Alloh Qur'onda. U vafo qilgan Ibrohim edi. O'zini o'tga tashlab, o'zini qurbon qil deganda xo'p o'ldirib berdi. 85 ga kirganda bitta o'g'lini olib borib tashlamak keldi, tashab keldi. 85 ga kirganda tashab olgan o'g'li Makkaga. 12 ga kirganda so'ydi uni xo'p dedi. Ibrohim alayhisalom o'zini, bola chaqasini bor yo'g'ini Alloh yo'lida qurbon qilishiga tayyorligini isbotladi. Shuning uchun Alloh aytayapti, u vafo qilgan Ibrohim edi u deyapti. Shu Ibrohim alayhisalom 3 ta yolg'ondan qo'rqyapti. Shu ehtiyot bo'laylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi. Ya Rasululloh, musulmon baxil bo'lishi mumkinmi? Rasululloh dedi. Ya'ni baxil odam musulmon bo'lmay qolmaydi, kamchilik bu. Lekin musulmonchilikdan chiqarib olmaydi bu narsa. Musulmon odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Ha, qo'rqoq odam ham musulmon bo'la oladi. Endi yolg'onchi odam yoki musulmon yolg'onchi bo'ladimi degan savolga yo'q deb javob bering. O'shuning uchun qo'rqayotgan bo'lsa kerak deb alayhissalom. Biz ishimiz oson, ummat astag'firulloh deb qo'yamiz bo'ldi. Bir to'rtta sadaqa qilib qo'yamiz bo'ldi. Alloh biladi. Alloh biladi. Biz o'zi yolg'ondan tiyilishlik ham bizning qo'limizda emas, asli insof bilan qarasak. Agar Alloh tavfiq bermasa. Mana bir kishi ukalarni so'radi, hidoyat Allohdan deb tashab qo'yib yurish kerak emas, bandani o'zidan degan shu noto'g'ri tushunuvchilar ham bo'lib bu yerda. Hidoyat Allohdan, lekin hidoyatni so'rab birinchi inson qo'lini uzatadi. Inson Robbis tomonga bitta qadam bossa, hadis quduslarda keladi, Parvardigor 2 qadam bosaman deydi. Men tomonga qarab yurib kelsa, men yugurib boraman deydi. To yaxshi ko'rib qolaman shu bandani deydi. Demak, ikki tomonlama bo'ladi. Birinchi qadam kimdan bo'ladi? Alloh inson berganda men ham tashlayman qilishini. Alloh inson berganda namoz o'qiyman, Allohga tashlab qo'yishlik. Suv turganda engishib ichmaslik bilan barobar, suv kelsa ichib qo'yaman deyish bilan barobar. Inson birinchi qadamda bosadi, Parvardigor 2 qadam bosaman deyapti. Shuning uchun akalar, ukalar, agar shunaqa bir noto'g'ri tushuncha olgan bo'lsa, hidoyat Allohdan deb gapirayotganim bu yerda. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga beradi hidoyatni, hidoyat Allohning qo'lida. Lekin banda o'zi nima qilish kerak? Berishlikni xohlamasa, Alloh taolo Fir'avn cho'kayotganda kalimani keltirdi ham, aytdi ham, qabul qildimi? Qabul qilmadi. Xohlasa beradi. Lekin banda doim so'rab harakat qilishi kerak bo'ladi. To'g'ri tushunaylik bu narsani. Til xususida podshohlardan biri aytadi, gapirmagan gapimga pushaymon bo'lmaganman. Lekin gapirib qo'ygan gapimga ko'p pushaymon bo'lganman. Ya'ni hozir gapirib olmasa, ertaga gapirib olishi mumkin bu so'z. Shunday emasmi? Bir odamni dedi, ikkinchisi aytadi, podshohlar ikkinchisi. Nayza bilan urib yarador qilganim afzalroq tilim bilan yarador qilgandan ko'ra. Chunki nayza ba'zida xato ham ketib qoladi. Ba'zida tegmay ham qoladi, lekin til nayga qarab otsangiz ham nima bo'ladi? Ulamolar aytadi, til qafasdagi arslonga o'xshaydi. Qafas yopiq turar ekan, arslon hech kimga ziyon yetkazmaydi. Endi qafas ochilar ekan, albatta ozor beradi.
tilga hushyor bo'lishlik kerak. Ibrohim alayhisalom mustaqil gapiryapti bu yolg'onda. Alloh uchun, lekin qo'rqyapti Allohdan. Biz hushyor bo'laylik yolg'onda. Chunki iymonda borligi yo'lini belgilab qo'yadigan amallardan bittasi. Luqmon Hakim, mana Qur'onda Luqmon surasi bor, hammamiz bilamiz. Habash bo'lgan ekan. Qora habash bo'lgan ekan. Ana shu bir avliyolik, payg'ambarlik darajasiga yetib, nasihatlarini Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan. Qora qul bo'lib turib, negir bo'lib turib, shu darajaga yetganda odamlar so'ragan ekan: "Ey Luqmon, mana shu darajaga, mana shu manzilatga qanday yetib keldingiz? Ota-bobongiz ilmli bo'lib kelgan bo'lsa tushunarli. Ota-bobongiz podsho bo'lib kelgan bo'lsa tushunarli. Endi siz qora habash edingiz-ku, mana shu manzilatga qanday yetdingiz?" deganda 3 ta sifatni aytadi. Qo'limizdan kelar ekan, akalar. Bu cho'ntakda pulga, kalladagi ilmga yoki bilakdagi quvvatga bog'liq narsa emas. Hamma qo'lidan keladigan ishni aytadi. Birinchisi, sidqul hadis. Yolg'on gapirmadimi? Rost gapirdimi? Inson doim rost gapirsa, kam gapiradigan bo'lib qoladi. Shunday emasmi? Sizdan savol so'rasa, yolg'on gapira olmaysiz, nima qilasiz? Indamay turasizda. Ha, yana bir kun amalib borar edasiz. Desa otqiga balaydi, tiliga balaydi. Ikkinchisi, adaul amana. Omonatni egasiga berdim, omonatga xiyonat qilmadim. Birov omonat deb so'z aytsa, albatta biz ham bitta omonatdor odamimiz bo'ladi, shunday emasmi? Siring asring deydi ulamolar, ichingda turar ekan deydi. Siring tashqariga chiqdimi, sen asl siringni asrasan deydi. Qanday qilib siz ichingizda turmagan sir, buni ichida tursin. Sizdan chiqib ketishligi ziyon qilishi mumkin bo'lgan sir chiqib ketdi-yu, bunga ziyon qilmaydigan sir qanday chiqib ketmasin tashqariga? Yaqinimi? Yaqini bor. Va tarku ma la ya'nini. Uchinchi fazilati, menga foydasi bo'lmagan, menga taalluqli bo'lmagan ishlardan o'zimni uzoq tutdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi: "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Bir kishining zo'r musulmon bo'layotganligi qayerdan bilinadi desa, payg'ambarimiz javob beryaptiki, kishi o'ziga taalluqli bo'lmagan, o'ziga kerak bo'lmagan so'zlardan va ishlardan tiyilayotgan bo'lsa, shu kishining islomi go'zal bo'ldi deydi. O'shana bo'lsak, gap ham kam bo'ladi. Ancha-munchasiga aralashmaymiz ham. Shunday emasmi? Demak, kishini zo'r musulmonligi o'ziga befoyda bo'lgan so'zlardan, ishlardan tiyilayotganda bilinadi. Mana til haqida ko'p gapirdik. Ibrohim alayhisalomda mana ayoli Soraga ana shu askarlar kelib olib ketishdi. Ibrohim alayhisalom qo'lidan hech narsa kelmadi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Tasta'inu bis-sabri was-salat." Namoz bilan, sabr bilan Allohdan yordam so'raydi. Bis-sabri was-salat. Sabr qilinglar, namoz o'qinglar. Sorani olib ketishdi. Ibrohim alayhisalom ana shu Allohga namoz o'qishlik bilan duo qilib turdi. Ba'zi rivoyatlar bor ekan, ya'ni unda zaifliklar bor. Ibrohim alayhisalom mana shu bo'layotgan ishlar hammasini ko'rib turgan degan rivoyatlar ham bor ekan, unda zaif. Bu hujjat xatir emas. Sora onani hojati mana oldiga hokimni oldiga olib kelgan paytda hokim qo'lini uzatadi. Sorani Allohga duo qiladi. Allohumma in kunta ta'lam anni amantu bik va bi rasulik va ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Ma'nosi shu ediki, Parvardigoro, albatta sen bilasan, men senga iymon keltirdim. Payg'ambaringga iymon keltirdim. O'zimni erimdan boshqadan saqladim, o'zimni pokiza saqladim. Shuni bilasan, endi menga kofirni ustimda hukmron qilib qo'ymagin. Yana qaraylik. Kim bor Sora onani yonima oladigan? Xuddi Ibrohim alayhisalom o'tgan o'tganda hech kim yonida yo'q degan yaramagandek. Eri payg'ambar yolg'on gapirishdan boshqa chora topa olmay qoldi. Kim bu mushkulani hal qila oladi? Bunaqa bandalarni Alloh taolo qo'yib qo'ymasa ekan, birodarlar. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Hasbunalloh, birodarlar. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning hisobi Alloh qo'lida.
Payg'ambar emas Sorona. Oddiy mu'mina. Lekin qalb Alloh bilan. Haqiqatan biz bir mushkullarga kirib qolsak, bolalar nima deydi? Qarzi yoki bir mashinamiz chuqurga tushib ketsa, bir pasda telefonni olamizda, aka-ukalarimizni surishib ketamiz. Shunday emasmi? G'urs o'tib borib devorga ursangiz, qaysi ustaga olib borsammikin? Qaysiga aytib chaqirsammikin? Birodarlar, o'sha mashinamiz borib devorga tekkan mahalda Alloh deyapmizmi birinchi? Bir musibatga kirib qolganda, hali birovga qo'ng'iroq chalib, birovga bir dardimizni aytmasdan turib, Alloh deyapmizmi? Birinchi kimga yig'layapmiz? Biz yugurib hamma ishni qo'yib turib, oxirida nima deymiz? Oxirat yapmizmi? Tavakkul nima edi tavakkul? Tavakkul sizga bog'liq bo'lgan qo'lingizdan kelgan chorani qilib turib, natija haqida g'am qilmaslik. Ovchi ana shu ketayotgan kiyigini olayotganda, mana shu o'qini rasm cho'zib turib, shamolda rashodini oladi, kiyikni keyingi harakatini rashodini oladi, unga bog'liq bo'lgan ish shu. Keyin qo'yib yuboradi. Endi u yoq kim ishi? Aynan o'sha tavakkul. Siz olibcha mag'rur bo'lsin, g'am. Rashod bo'lsa, maga tushmasin. Chiqib ketgandan keyin endi nima bo'larkan deb siqilishlik Allohga tavakkul qilmaslik. Tavakkul nima edi? Tavakkul baliqchi dengizga qo'llanamish qilib yayib qo'yadi, bo'ldi. Uni qiladigan, unga bog'liq bo'lgan ish faqat shu. Endi baliqni haydaydigan kim? Chiqarmikin, chiqmasmikin? Molingiz qanaqa bo'lar ekan? Bo'larmikin, bo'lmasmikin? Shu sezonida ulgib kelib qolsa yaxshi bo'ladi, 1-2 konteyner. Akalar, siz o'sha uyda o'ldingiz. Rashodni oldingiz, sezona mahaliga chiqdi, endi u yoqqa kim qo'lida? Agar mana shu g'amni qalbdan kallaga chiqib olmasak akalar, hayot rangli yo'q qoladi. Xotirjam yashashni o'rganib olamiz. Chunki otib akasi o'qdi. Endi kim qo'lida u? Sorona Allohga tavakkul qildi va duosini o'qidi. Qo'lidan duodan boshqa narsa yo'q edi. Nima bo'ldi? Hokim Soraga qo'l uzatishi bilan shol bo'ldi. Qatib qoldi. Dod dedi, faryod dedi. Yordamchilarni chaqirdi, hech kim hech narsa qila olmadi. Shunda bu ish ana shu Soraga qo'lini uzatganligi sababli bo'lgandan meni qo'yib yubor dedi. Sorona qo'rqib ketdi. Ya Robbi turukhu la yaqulunani bi. Seni deb bo'ldi deb o'ldirib qo'yishmasin, Parvardigor, qo'yib yubor uni dedi. Qo'yib yubordi, bo'shadi qo'li. Lekin bu fojir tavba qilmadi, yana qo'lini uzatdi. Yana qo'li shol bo'ldi. Yana aytdi, qo'yib yubor dedi. Senga qo'limni tegizmayman dedi. Yana duo qildi. Qarang, bir marta emas, bir necha marta Alloh duosini ijobat qilyapti. Shunga loyiq bandalar bo'lgan bular. Chunki bularda qalbi Alloh bilan bo'lgan. Qalbida boshqa narsa bo'lmagan, dunyo g'am tashvishi bo'lmagan bular. Bular oxirida Alloh demagan, boshida ham Alloh degan, o'rtasida ham oxirida ham Alloh degan. Bo'lganda ham hamd aytgan, bo'lmaganda ham shukr qilgan. 3-marta qo'l qatib qolganda meni qo'yib yubor dedi, senga bir yaxshilik qilaman, qo'yib yuboraman, ukrimik. Senga bir ikrom qilaman, ko'rsataman senga yaxshilikni. Duo bo'ldi, qo'yib yubordi. Va ana shu Sorona olib kelganlarga xabarki, sizlar meni oldimga odam emas, shayton olib kelsizlar. Olib chiqib yo'qotinglar uni dedi. Haqiqatan ana shu tilla kumushlar bilan hurmat qilindi, qo'liga berildi va Hojar ismli cho'riga qo'shib berishdi. Sora ozod qilindi, tilla kumushlar bilan siylandi, yana Hojar ismli cho'riga ham unga hadya qilishdi. Hojar mana Sorani xizmatkori cho'risi bo'lgan. Ibrohim alayhisalom namoz o'qiyotganda Sorona qaytib keladi. Va bunga voqeani aytib beradi. Ibrohim alayhisalom Allohga hamd aytadi. Va ularda Misrda qolishligi xatarligidir. Chunki bunaqa bo'lgan voqeadan keyin Sora onani Misrda qolishligi xatarli edi. Va qaytib bular Falastinga hijrat qilishadi. Demak, bu bugungi suhbatimizdan oladigan xulosamiz, Ibrohim alayhisalom ana shu Alloh yo'lida gapirgan yolg'onidan ham Allohdan qo'rqyapti. Biz ham Allohdan qo'rqaylik. Chunki iymonimizni borligini yo'lini yurmay qo'yadigan amallardan. Sorona Allohga tavakkul qildi. Alloh taolo mushkulini oson qildi. Ibrohim alayhisalom da'vatni bir boshqacha yo'lini ko'rsatib berdi, ishora yo'lini. Demak, ba'zi odamga ishora kifoya qilar ekan. Ibrohim alayhisalomning mana qolgan hayoti va
o'g'li Ismoil bilan Hojaronani Makkaga tashlashligi, Makkada sodir bo'lgan voqealarni inshaalloh keyingi suhbatda gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.